Jahon chempionati boshlanishiga ro'pa-rosa bir hafta qolmoqda va O'zbekiston terma jamoasi 18-iyun kuni Jahon chempionatidagi dastlabki o'yinni o'tkazadi. Ungacha esa ikkita o'rtoqlik o'yini bor. Kanada bilan o'yin allaqachon o'tkazildi. Natijasi juda achinarli. Hujumlarni bunday yakunlash bilan Portugaliya yoki Kolumbiya emas, balkim Kongoni ham yuta olmasak kerak. Va bugungi videoda O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi debyuti haqida gaplashamiz. Tarkib, raqiblar va imkoniyatlar haqida. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling, chunki mundial davomida juda ko'p videolarni rejalashtirib qo'yganmiz. Endi boshladik. Jahon chempionati uchun qaydnomani ekraningizda ko'rib turibsiz. Har bir pozitsiyada yetarli va sifatli o'yinchilar bor. Hatto keragidan ortiq futbolchilar mavjud. Kanada bilan o'yin shuni ko'rsatdiki, asosiy tarkibdagi ba'zi bir futbolchilar umuman terma jamoa darajasida emas. Faqat Abbos Fayzullayev va Abduqodir Husanov o'yinni ijobiy tomonga o'zgartirganini hisobga olmasak, terma jamoa o'yini juda sust. Katta ehtimol mundial boshlanganda darvozani O'tkir Yusupov egallaydi. Botir Ali Ergashev va Abduvohid Ne'matov esa zaxira variantlari. O'ng qanot himoyada menimcha Hojiakbar Alijonov o'ynagani ma'qul, chunki Farruh Sayfiyevning Kanadaga qarshi o'yini bu shunchaki fantastika edi. Qolgan himoyachilar Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov va Sherzod Nasrullayev. Fabio Cannavaro 3-5-2 sxemasida o'ynashini hisobga olsak, markaziy himoyaga yana bir futbolchi kerak bo'ladi. Afsuski, Husniddin Aliqulov jarohat sabab mundialni o'tkazib yubormoqda. Uning o'rniga mundialda kim asosiy tarkibda bo'lishi kerak? Izohlarda yozib qoldiring. Yarim himoyada Odiljon Hamrobekov va Otabek Shukurov, hujumda Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev. Do'stlar, eslatib o'taman, O'zbekiston terma jamoasining so'nggi o'yinlarini ko'rib chiqqan holda ushbu tarkibni chiqardik. Agar sizning fikringiz boshqacha bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Zaxira o'rindig'i ham optimal ko'rinishda. Ayniqsa yarim himoya va hujumda o'yinga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan futbolchilar yetarli. Oston Nurunov, Igor Sergeyev, Aziz G'aniyev va Jamshid Iskandarovlar. Kanadaga qarshi uchrashuvda terma jamoa mag'lub bo'ldi, lekin hech qisi yo'q. Bu hali o'rtoqlik o'yinlari va Jahon chempionatigacha futbolchilar tonusda bo'lishi va murabbiylar yangi g'oyalarni sinab ko'rishi uchun imkoniyat. Bu yerdagi mag'lubiyat yoki duranglar hech narsani hal qilmaydi. Yaxshisi shu o'yinlarda yutqazib, xatolarni aniqlab, mundialda bor kuch va konsentratsiya bilan o'ynash kerak. Gollandiyaga qarshi o'yindan ham shaxsan men katta narsalarni kutmayapman. Eng asosiysi jarohatlarsiz o'yinni yakunlash kerak. Endi raqiblar va Jahon chempionatidagi o'yinlarimiz haqida gaplashsak. Birinchi o'yin Kolumbiyaga qarshi bo'ladi. Jahon chempionatida juda past baho berilayotgan terma jamoalardan biri aynan Kolumbiya hisoblanadi. Eslatib o'taman, Kolumbiya 2024-yilda Copa America finalgacha yetib borib, Argentinaga ekstra taymlarda yutqazadi. James Rodriguezdan yana shunday performanslarni ko'rsak, Kolumbiya kamida chorak finalgacha bora oladi. Kolumbiyaga qarshi uchrashuv 18-iyun kuni ertalab soat 7 da boshlanadi. Meksikaning 83 mingta muxlisni bemalol sig'diradigan Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Luis Diazning butun mavsumdagi formasini hisobga olsak, Jahon chempionatiga ham yuqori motivatsiya bilan yetib keladi. Oxirgi o'yinda esa gol plus assistni qayd etib, SofaScore tomonidan 10 ballni qo'lga kiritdi. Endi Farruh Sayfiyev Luis Diazni qanday to'xtatishini tasavvur qilavering. Tasavvur qila olmadingizmi? Menda ham shunday holat. Xullas, Kolumbiyaga qarshi mag'lubiyatga uchrasak ham katta hisobda yutqazmaslik kerak. Chunki ushbu mundialda faqat birinchi va ikkinchi o'rindagi jamoalar emas, eng yaxshi 3-o'rinni egallagan 8 ta terma jamoa ham play-offga yo'l olishadi. U uchun ko'proq gol urib, kamroq gol o'tkazib yuborish kerak. Xo'sh, keyingi o'yin bevosita turnir favoritlaridan biri Portugaliyaga qarshi. Uchrashuv 23-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 22:00 da 72 mingta muxlisga mo'ljallangan Houston stadionida bo'lib o'tadi. Bu o'yin haqida ortiqcha gapirishning hojati yo'q. Portugaliya bizga qaraganda bir necha barobar kuchli va mundialga turnir favorit sifatida yetib kelmoqda. Tarkiblardan ham bilib olishingiz mumkin. Bizning 26 ta futbolchimizning transfer marketdagi narxi 70 million yevroni tashkil qiladi. Portugaliyaniki esa 1 milliarddan oshiqroq. Xullas, imkoniyatlar juda past, lekin yo'q emas. 2022-yilda Argentina terma jamoasi ham turnir favorit sifatida kelib, Saudiyaga yutqazgan edi. O'sha paytda Osiyoning bu terma jamoasi haqida butun dunyo gapirgan. Balkim bu safar bizning navbatimizdir. Va guruhdagi so'nggi o'yin 28-iyun kuni bizning vaqt bilan ertalab soat 4:30 da boshlanadi. Raqib Kongo Demokratik Respublikasi. Negadir ko'pchilik muxlislar ushbu terma jamoaga ham juda past baho berishmoqda. Kongo terma jamoasi Jahon chempionatiga chiqish uchun play-offda Nigeriya va Kamerunni yutib mundialga yo'l oladi. Eslatib o'taman, Kamerun kuchsiz terma jamoa emas. Tarkibida Andre Onana, Brian Mbeumo va Carlos Balebaga o'xshagan nomdor futbolchilarga ega. Kongoning o'zining tarkibi ham ancha kuchli. Bakambu, Aaron Wan Bissaka, Tuanzebe va Noah Sadiki. Asosiy
tarkibining deyarli barcha futbolchilari top 5 chempionatlarda to'p surishadi. Lekin bu terma jamoani ham yutsa bo'ladi. Eng asosiysi qo'rqmasdan o'ynash kerak. Xuddi Eron va Misrga qarshi o'ynagandek. Endi mundialdagi imkoniyatlarimiz haqida gapirib o'tsak, agar guruhda 1 ochko ishlay olsak, bu katta yutuq bo'lardi. Agar qaysidir terma jamoani yutsak, ushbu jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tdi deb hisoblasa bo'ladi. To'g'rida, Kolumbiya va Portugaliyadagi FIFA reytingida top 15 talikka kiradigan terma jamoalarni yutish bu deyarli imkonsiz. Lekin Kongoni bir amallab yutsa bo'ladi. Agar Shomurodov va Sayfiyev Kanadaga qarshi qilgan xatolarni takrorlamasa. Aytib o'tganimdek, guruhda 3-o'rinni egallagan jamoalarning ba'zilari play-offga yo'l olishadi. U uchun kamroq gol o'tkazib, iloji boricha ko'proq gol kiritish kerak. Hammasi to'plangan ochkolar hamda to'plar nisbatiga bog'liq. Endi imkoniyatlarga real qarab o'tsak, Portugaliya eng qiyin o'yin Ronaldo, Fernandes, Vitinha. Bu o'yinda maqsad imkon qadar kamroq gol o'tkazib yuborish. Hatto 1-0 hisobdan mag'lubiyatga uchrasak ham bu juda katta natija bo'ladi. Kolumbiya balanslashgan o'yin. Agar O'zbekiston terma jamoasining himoyasi yaxshi ishlasa va qarshi hujumlarda Shomurodov hamda Fayzullayev imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olishsa, durang, hatto g'alaba qozonishimiz ham mumkin. Kolumbiya har doim yopiq terma jamoalarga qarshi juda qiynaladi. Bir o'yinda Arsenal va Atleticoning o'yin stilida o'ynasak ham hech nima qilmaydi. Kongo Demokratik Respublikasi ushbu o'yin hammasini hal qiladi. G'alaba qozonsak guruhdan chiqamiz. 3 ochko bilan 8 ta eng yaxshi 3-o'rin egasi orasiga kirish haqiqiyroqdek tuyulmoqda. Qolaversa, Kongo ham birinchi marta jahon chempionatida qatnashmoqda. Bu esa imkoniyatlarni yanada tenglashtiradi. Statistikaga qarasak ham Osiyo jamoalari so'nggi yillarda jahon chempionatlarida dunyoni larzaga keltirgan. Yaponiya Germaniyani yutganini, Saudiya Arabistoni turnir chempioni Argentinani yutganini yaxshi eslaysiz. To'g'ri, ushbu o'yinlarda Osiyo jamoalari umuman favorit emas edi, lekin bu futbol va futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Va eng asosiysi Fabio Cannavaro 2006-yilgi jahon chempionatida g'alaba qozongan inson. Endi O'zbekiston terma jamoasi ishlayapti. Umid qilamizki, u o'zining ruhiyatini va mentalitetini futbolchilarga yetkaza oladi. Oldinda Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik o'yini bor. So'ngra mundial. Asosiysi jahon chempionatiga jarohatlarsiz optimal formada yetib borish kerak. Xo'sh do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Mundial boshlanishiga ro'ppa-rosa bir hafta qolmoqda. Uzoq 34 yil kutilgan turnirda debyut qilamiz. Eng asosiysi yigitlar qo'rqmasdan o'zining futbolini ko'rsatish kerak. Chunki bizda yo'qotadigan hech narsa yo'q. Terma jamoa jahon chempionatiga chiqqanining o'zi ham bu juda katta natija. Iltimos, agar ba'zi o'yinlarda omad yetishmasdan milliy terma jamoa natija ko'rsata olmasa, ijtimoiy tarmoqlarda futbolchilarga ortiqcha bosim o'tkazmang. Aytib o'tganimdek, bizda yo'qotadigan hech narsa yo'q. Yigitlar shunchaki maydonga chiqib, muxlislar uchun chiroyli futbol ko'rsatishsa bo'lgani. Natija esa qiziq emas. Mundialga chiqqanimizning o'zi ham bu katta natija. Jahon chempionati davomida juda ko'p videolarni chiqarishni rejalashtirib qo'yganmiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying va kelasi roliklarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.